Next legenda. Ko'rdinglar o'sha videoni, komment o'qishimizdan oldin bitta narsani aytaman. Rossiyadagi hamyurtlarimiz uchun men ajoyib bo'lgan bitta priложение topib qo'ydim. Bu Yubor prilojeniyasi. Agar siz Rossiyadan O'zbekistonga pul chiqarishda qiynalayotgan, qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lsa, mana shu programmamizni App Store'dan yoki Play Marketdan bemalol yuklab oling. Xohlasangiz dollarda, xohlasangiz so'mda, xohlasangiz UzCardga, xohlasangiz Humo kartalariga to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa muammolasiz pulinglarni o'tkazsanglar bo'ladi. Men o'zim shu programmani ishlatadigan bo'ldim. Bu narsani sizlarga ham taklif qilaman. Ana endi bo'lsa kommentga ketdi. Anu ikkitasi endi to'xtab turgan Lexikning oldidan ham o'tmaydi. Voy! Tormuz bulbul bahbahdi deydi. Tormuz bosmay qo'yaver, baribir ushamayman men. Oyog'ini chiqarib to'xtatsa tezroq to'xtasa kerak. Ketdi ikkinchi videoga sразу. Gap yo'q, yetib oldilar ekan. Odam tekin narsa topsa gepatda yuguradi. Qo'y, aka sekinroq yuguring, o'pkam ishib ketdi. Qo'y, nima gunohim bor? Bu bratga krasovka berib eli tapishkada shunchalik yugursa. Aka kiyib yugurgan tapishka 2026-yil trend bo'ladi.